Assalomu alaykum. Hammada bir xil savol. Qanaqa invertor oling? Arzonini olinglar. Bir 2 yil ishlatinglar. Yiliga $1000 dan sizlarga pul berganda ham $2000 ishlab beradi. Kakras 2 yil ichida sizlarga Xitoy yangi Vipsga yangi invertorni chiqarib beradi. Bu yaxshiroq bo'ladi, xudo xolasa, qo'shimcha funksiyalari polibom bo'ladi. Bu arzonini olganingizdan $2000 olgan bo'lsanglar, o'sha $2000 ga Xitoydan chiqqan yangisi sizlarga tekinga qolib turibdi. O'sha $2000 ga plus minus qilib o'rasizlar, arzoni sizlarga yangi pokoleniyani, yangi invertorni tekinga olib beradi. Stabikni yarim narxiga sotib olinglar, arzon narsa tez ketadi. Foydadasizlar-da. Xudo xolasa, men olganim 2 yildan ko'p ishlaydi. YouTube'da ko'rsanglar, 8 yillab ishlatayotgan videolar bor. Rossiyada, Ukrainada 8 yillab ishlab beryapti, hali buzilmagan. Buzilib qolsa ham remont arzimagan pul turadi uni. Uni uncha ustalar sotib beradi. Hozirgi paytgacha Stabik o'zi menga 5.600.000 iqtisod qilgandi. Xudo xolasa, yana ko'p ishlaydi. Hozirgi paytda Xitoy yangi akkumulyator chiqaryapti. Nikkel ionoviy degan, natriy ioniviymi? Shunaqa, natriy ioniviyy. Uni ham men hozirgi paytda litiy fosfat olganman, lekin eng arzonini olganman. 5 yil ishlab beradi kamida. Lekin 5 yil ichida shu narsa quyosh paneli uchun arzonroq variantda chiqadigan bo'lsa, Xitoy va'da beryapti, arzonroq qilib beraman deyapti. Endi shu narsa arzonroq chiqadigan bo'lsa, men уже bu akkumulyatorni turaveradi-yu, undan ham olaman. Xudo xolasa, yangi pokoleniyadagi akkumulyator menga arzonroqga tushadi. Hozir men misol qimmatli akkumulyator olib qo'ysam, ertaga bir 5 yildan keyin menga уже nargisi yoqqan paytda buni keragi bo'lmaydi. Shuning uchun uncha narsani hozirgi paytda arzonini olib turibman. Sababi Xitoy har doim marketing qilgan. Birinchi bundoqrog'ini chiqaradi, keyin sekin kuchaytirib, zo'r-zo'rlarni chiqarib oladi. Bilinglarki, keyingisiga akkumulyatorda ham, invertorda ham yaxshi chiqadi. Panelda ham shunaqa bo'ldi. Boshida arzimagan 180 vattli, 100 vattli panellar chiqib, ko'tarilib, hozir 750 vattli bizda sotilyapti. 800 lik уже Xitoyda chiqqan. Telefonlarda shunaqa, mashinalarda shunaqa, invertorda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Arzondan boshlab turinglar, 1-2 yil ishlab beradi. Xudo xolasa, keyingi olgan invertoringiz, xudo xolasa, tekinga tushadi. Mana shu arzon invertoringiz uni pulini ishlab beradi. Natriy ionli akkumulyatorni umri 2 barobar uzotyapti, narxi ham ancha arzon deyapti. Xudo xolasa, yangi pokoleniyadan olamiz. 2 yil oldin o'zim Xitoyga borib keldim, sotishga texnikalar olib keldim. O'shanda bu narsani kuzatdim, ko'p narsani, asosiy narsani qarasangiz, hamma narsada marketingi bor Xitoyda. Ular marketing asosida oldin bundoqroq, keyin yaxshiroq, keyin undan yaxshiroq qilib sotadi. Mana shu 1-2 kunda Umnidomni test servis qildim, 2 oy. Dekabr, yanvar oyida uyga ketgan gazni tokka ekonom qilib berganini, aqlli uy smart uyim videosini to'liq obzorini chiqaraman. Xudo xolasa, bir kun 2 kunda chiqadi, o'sha syomkalari boshlangan. Montajini qilsam, xudo xolasa, keyingi videoyimga shuni chiqaraman. Ko'ringlar ham, xalqimizga manfaatli. Haqiqatda limitimiz normalniy yetadigan qilib videorolik qilingan, xudo xolasa. Like bosib, podpiskalarni bosib qo'yinglar, videoni o'tkazib yubormanglar, manfaatli bo'ladi. Hozirgi paytda o'zim ham komanda yig'dim. Hozir quyosh paneli o'rnatyapmiz. Kimga Umnidom quyosh paneli o'rnatish kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha yordam berib, maslahat ustanovka qilib berish kerak bo'lsa, ustanovka qilib beramiz. Hozirgi paytda o'zimiz boshladik. Bahordan boshlayman dedim, bu buyog'iga tezlashib ketdi, so'raganlar ko'payib ketdi. Ishlab yurgan komandani o'zini birlashtirishga taklif qildim, bolalar ko'rinishdi. Ular bilan birga opti bor bolalar уже qo'yib, anchadan beri qo'yib yurishibdi уже. Shu bolalar bilan birga xizmat qilamiz. Kimga shunaqa xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegramda yozinglar, chiroyli qilib o'rnatib ishga tushirib beramiz.